To'g'ri, biz Samarqandga yetib kelganmiz, har bitta viloyatga kirib borganimizda o'tga to'xtagan joyimizda biz bir-birimizga shart beramiz. Hozir endi biz shartni bajarib bo'ldik. Jizzaxda tushgan shartni. Endi shu yerda o'zida nima bozor edi? Siyob bozor. Samarqandning Siyob bozoridamiz. Shu yerda o'zida shartni bajartiramiz. Qani ketdi-ya? Shartda yomoni. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Aptekalar nima qilyapsiz? Salfetka olma. Mana bu vlajniy salfetkalar. Ha. 15 dona. Beraka o'zim ukam bu. 5 ta da. 5 ta. Mana bunaqa narsa qilamiz. Mashina 10 ming so'mdan sotib kelasizlar. Agar sota olmasanglar, o'sha 10 ming so'mdan hisoblaymizda 150 ming bizga berasizlar. Davay, ketdi. 20 minut vaqt. 20 minut vaqt to'y. Bo'ldi, davay. Aka Salfetka oling. Shoshilib qayerga ketasan? Qayerga ketasan shoshilib? Salfetka olasiz? Qanchadan? 10 ming. Nimaga 10 ming, 5 ming? Yo'q, majburman. Yo'q. voy zo'r bo'ldi ana, ketdi. Ana. Olti salfetka oling. Bitta qoldimi? Xudoga soldim garatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Bunaqa shart kutmaganmidingiz? Yo'q, вообще. Yani ekskluzivli, ana qizu anaqa shart. Yaxshi salfetka edi, xiyli. Assalomu alaykum. Yo'q, o'lmaysan. Brat, gazdan keldi. Gazni pulini bering. Rahmat. Rahmat. Opajon, shuni oling. O'lmaysan bor ya. Aka, shaftoli bormi? O, Rahmat. malades, bitta qoldi lekin. Nima olaman dedilar? Malades lekin, Siyob bozorida 10 minutga qolmasdan sotib bo'ldilar. So'rang, yaxshilab so'rang. Salfetka olinglar, iltimos deng. Assalomu alaykum. Salfetka olib qoling, mana shu odam qiynalayotgan ekan 10 ming so'mga. Bitta oling, 10 ming so'mga. Rahmingiz kelsin, aka, shu odamga. Bo'ldi. Muqaddas opamizga sharti bo'ldilar. Shu bir narsaga hayronman. Xo'sh. Sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya. Nimadandir ko'nglingiz to'lmadimi, mulla do'st? Yo'q, unaqa demasizlar. Zo'r. Yaxshi, bajarildi. Qani ilohim, barakasini bersin.